Buxorodamiz. Sizlarga bu videoda Buxoroning zo'r joylarini ko'rsatamiz. Qani unda ketdik. Ketdik. Hozir Es shaharga ketyapmiz. Orqa tarafimiz Es shahar. Ashdan kirib ketamiz. Eski shaharda o'sganman bola. Labi House. Nimaga Labi House? Labida joylashgan. Ha, Turkmen gelin. Turkmen gelini. Yandırdım ishqingda Turkmen gelini. Kavsarga keldik. Kavsarda biza syomka qilamiz. Men o'zbek Slovar. Ashdan kiramiz ana qaranglar. Исторический joylar. Assalomu alaykum. Mana shu to'siq bo'lar ekan. Buxoroning ko'chalaridamiz. Ko'chalar juda ham chiroyli nima qilingan. Trotuar sirazu yo'l boshlanib ketadi. Yoninglardan mashinalar yuradi. Bu yerda Peoples ham bor ekan. Peoples. Choy ichasanmi? Ha? Bu yernikini ko'ramizmi? Kir. Peoples. Wow. Bu yerda ham istalishsiz qo'yish. O'shami har doim chokko mokko. Oreo ichaman. Restoranlarni qaranglar. Hammasi Es shahar tipda qurilgan. Bu bizani otel, Sahar otel. Mana qaranglar otelni. Biz keyin kiramiz. Hali ham uxlab yotibdimiz ana. Mana. Sana. Ketdik kızım. Yur kızım, ketdik. Yurmani slatki kızım. Привет. Zaynaga o'zi yo'l chizib berganmiz, mana shu yo'lda yuribdi. Yur kızım. Ana bitta qiz bor. Kimga kerak? Labi hovuz boshlanadi. Mana har xil magazinlar, kafenelar bor. Suv bo'yida o'tirsa bo'ladi. Gilamlar. Yastovlar. Evet, Nasriddin Afandi. Arxitekturalar, tarixiy. Hello everybody. Biz kelgan paytimiz havo ham zo'r bo'lgan. Bizani qidirib yuribdi mana. Bizayana! Çek kızım. Hemen suyun yerine. Oho. Dur kızım. Hemen hunarmandchilik, ustalar. Wow, aşı zo'r ekan ha ichi. Ke kızım. Sen qara nima ko'rding? Ana shuncha narsa bor ekan, o'yinchoqlar bor ekan. Bu tarafdan boramiz. Çek. Mana shu hovuz atrofida polni restoran qilib qo'yishgan mana. Labi hovuz restorani. Qara kattaligini. Qara keldi. Ana! Bizlarga keldi. Tushib ketmayana qizim. Vay! Yigir ki. Ana. Turistlar. Evet, ben de bu caddeye girip çıkmamız. Limoni çay.
Tarelkalar. Bu eski bozor. 4 tarafi ham buni ochiq bo'lgan ekan. Karvon kelib mana shu yerdan narsani olib ketavergan ekan. Mana muzaynaga kiyimcha. Lekin olib bermaymiz. Aylanib yana o'sha yerga kelamiz hozir. Qaranglar territoriyani. Mana shu yerda yaqinda festival bo'lgan ekan. Agar kim ko'rgan bo'lsa, ke aylantiraman. Chiqdi. Tavli. Mana bu yerda Amir Almuxonning vannasi bo'libdi. Jacuzzi. Orqamdagi mana ikkinchi bozor. Mana shu qovoqda yasalganmi-ki? Ha. Ichiga spetsiyalar soladimi shuni? Nima solardi shuni aka ichiga? Ziravor soladi. Minorai kalomga xush kelibsizlar. Restoran tepasidan ko'rinishi. Mana biz Vaguriga keldik. Buxoroga kelsak, обязательно Vaguriga kerak. Al kızım. Al. Bu restoranga keldik mana. Oshish. Terasada. Oshlarimiz keldi mana. Davay, shoqi. Ular hammasi qaynatiladi, mis qozonda bo'ladi. Keyin qo'shiladi. Keyin birga qo'shib olib kelinadi. Plus bu oshqozonni qiynamaslik uchun taomda u. Как раз dietadamiz. Как раз dietический ekan bizga emas. Absamat bizani bitta joyga olib keldi. Bulchkalar pishirishar ekan bu yerda. Bizani o'tiribdi mana. Absamat. Nima gap? Firminni joyi ekan. Buxoroning firminni ponchiklari ekan bular. Firmini choyi ham bor. Firminni choyi. 40 xil o'simlik nimalardan deydi, o'tlardan. Biz mana Buxoro Varnet degan joyga keldik. Oho! Hay 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 hay. Ana. Da zoopark ham bor ekan. Gap yo'l ekan bor-u. Hop 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 ko'tar bitta. Hop, davay davay davay. Ha bittasi ko'tardi. Teparoq ko'tar. Ye! Dam olish zonasi ekan. Mana sekin kiramiz. Bu yerda havo ham boshqacha deydi. Wow, mana kachelyalar. Hammasi tekin. Wow. To'xtanglar. Yarim mingga Buxoro qalay demas zo'r deysizlar. Xo'p. Qani, boshim orqada. Boshladi. Buxoro qanaqa? Zo'r! Молодец, qarsanglar.
Bu mana 100% Turkiya davlati investor tomonidan investitsiya qilinar ekan bu bog'.